qaniydi shunaqa paytda mehriboning bo'lsa-da. Voy, assalomu alaykum. 1 minutga mumkinmi sizni? Alaykum assalom, tinchlikmi o'zi, nima xizmat? Mashinam o'zidan-o'zi o'chib qoldi, siltanib. Qachon mikrofonni yaxshi taqiydi. Naryodachi Hans Zimmer muzikasi ketyapti-da. Tasavvur qiling. Hans Zimmer naryoda o'tiribdi. Nima bo'layotganini tushunmayapman. Chunki yordam bering. Mayli, yordam bersam beraman. Bitta ko'ring mashinasi. Akkumulyator ulab qo'yadi. 145 mingta like 5 kunda. Nima bo'pti? Mashinangiz qizib ketgandan o'chib qolgan shekilli, umuman friza qolmabdi. Mashinangizda agar suv bo'lsa, oling, yuboramiz. Yondi mashinam, rahmat kattapan. Ya'ni rahmat deysiz. Arzimagan shu. Plyus olib qo'ying. Bu ish pul uchun qilmadim. Insonlar yaxshilik qiladi. Lekin katta pul-ku bu. 1 million 200 beryapti. O'shada. Pul olmaydigan bo'lsangiz, men xafa bo'laman, lekin har bitta ish o'zini haqqi bo'ladi. Bo'lmasam yuring men bilan. Men o'zim sizni xursand qilib qo'yaman. Tushunmadim. Nima deganingiz bu? Bir pashaga tushib qoldi. Kechib Даже hayot sezyapti, o'sha yomonlashyapti situatsiya. Bu kunni o'tkazib olish kerak. Quyosh ham sirasi kirgan. Men so'yib qoladigan bo'lsam, isitib qo'yadigan, xafa bo'ladigan bo'lsam, xursand qiladigan ayolim bor uyimda. Shuning uchun ertaga ko'chiring. U ertaga uyga ketadi. Lekin